Zamonaviy texnikalarning agrar tizim taraqqiyoti yo'lidagi afzalliklari bilan bog'liq tavsiya, ko'rsatma va maslahatlar. Darhaqiqat, Buxoro shahrida fermerlar va Buxoro davlat texnika universiteti talabalari ishtirokida bo'lib o'tgan seminar jarayonida germaniyalik mutaxassislar hamda MChJ vakillari tomonidan xorij va yurtimizda ishlab chiqarilayotgan qishloq xo'jaligidagi ilg'or texnikalarning qulayligi va samaradorligi bo'yicha muhim ma'lumotlar taqdim etildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Texnika dehqon qanotidir. Chindan ham agrar tizimni texnikasiz tasavvur qilish qiyin. Ayniqsa, bozor munosabatlari sharoitida fermerlarning tejamkor, yuqori unumli, har tomonlama qulay bo'lgan texnikalarni sotib olishiga ham ko'p narsa bog'liq. Buxoro davlat texnika universitetida bo'lib o'tgan seminarda yer egalari va bo'lajak muhandislarga dunyodagi mashhur texnika ishlab chiqaruvchi korxona vakillari tomonidan asosan bugungi kunda dehqonlar uchun qulayligi bilan ajralib turadigan texnikalari haqida eng so'nggi ma'lumotlar taqdim etildi. Shuningdek, mijozlar va ishlab chiqaruvchi korxona mutaxassislari o'rtasida savol-javoblar ham bo'lib o'tdi. Seminar mazmun mohiyati fermerning o'zi xarid qilayotgan texnikani muhim jihatlarini, nozik tomonlarini chuqur anglab olishiga qaratildi. O'zbekiston Respublikasida hozirgi paytga kelib klass Dominator 260 g'alla o'rish kombaynlari ishlab chiqarish darajasi yetarli, shuni hisobiga subsidiyalarimiz bor. Undan tashqari yuqori unumli haydov traktorlarimiz, Arion 630 traktorlarimiz, ular ham o'sha Chirchiq shahrida ishlab chiqariladi. Shuni hisobiga ularga ham subsidiya bor. Xudo xolasa kelajakda klass Aksiyon 850 traktorini ham shu konveyerga qo'ymoqchimiz. Ular ham subsidiyaga ega bo'ladi keyinchalik. Buxorolik fermerlar mashhur mas'uliyati cheklangan jamiyatining yuqori unumli texnikalardan foydalanib kelayotganliklariga salkam 15 yil bo'layapti. Albatta, g'allachilikda ayniqsa ularning o'rim kombaynlari unumdorligi va tejamkorligi bilan ajralib turadi. Yer egalarining e'tirof etishicha, 120 gektar dala maydonim bor. Buxoro viloyat Qorako'l tumanida xizmatga kelamiz biz. Hozir o'sha texnikadan qishloq xo'jaligi juda xayr topib, unumdorligini oshirib, planlarimizni bajarib kelyapmiz. Biz buni hozirgi yilda endi bir kattarog'ina chiqib qolgan Arion 850 texnikasi, o'shanga bir umidvor bilan izda yuramiz, olib qana to'lovlarni qilib bilsak, yana shu yillarda olish niyatimiz bor. Bu texnika juda samarali. Hozirgi vaqtda fermerlar endi tushunib yetdi buni. Samarali ishlashi, funksiyalari oddiy, juda sifatli, taxlangan O'zbekistonda yaxshi qulayliklari bor. Bir so'z bilan aytganda, seminar davomida uning qatnashchilari texnikalarning ishlatishdagi muhim jihatlar, ularning qulayligi, samaradorligi borasida, eng muhimi, sotib olishdagi imtiyozlar bo'yicha o'zlari uchun yetarli xulosalarga ega bo'ldilar.